Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun yaqindan buyon shu xalqarodagi har xil medialarda qiziq nuqta bo'layotgan yolg'on vaksina to'g'risida sizlarni qisqacha bir uchur bilan ta'minlamoqchi, hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. Hammamizning xabari bo'lgandekidek, bu vabo Xitoydan tarqagandan buyon butun dunyo miqyosida ko'plagan insonlarningki jiniga zomin bo'lib, butun dunyo miqyosida nihoyat zo'r bir tahdid yaratyotidi. İnsanlarningki bu vabodan saqlanishda muhim rol o'ynaydigan shu maska va vaksinaga bo'lgan ehtiyojining eshishiga ergishib, ba'zi qanunsuz kişiler her xil yalgan maska ve yalgan vaksinalarni bozorga solmoqda. Endi bu hozir shu vaksina emlashga boshlagandan keyin kishilarningki bu vaksinaning bexatarligiga, rost yolg'onligiga tig'i yetarlik ishonchisi yetilmagan bir ahvol ostida bu yolg'on vaksinaninki dunyoga kelishi, yana bozorga tushishi kishilarning vaksinaga bo'lgan ishonchisini texmi tuvallatishi mumkin. Endi yaqinqi bu yanqi bu xabarlar qaraydigan bo'lsak, shu Xitoyni markaz qilgan bir qism davlatlarda ko'plagan yolg'on vaksinalarniki bozorga kirayotganligi xalqarodagi cho'ng medialarda yaqinqi bir ikki haftadan buyon qiziq nuqta bo'lib e'lon qilinmoqda. Endi bu yerda bu xabarni men sizlar bilan o'rtoqlashishdan asosli maqsad endi shu ba'zi qarindoshlar garchi vaksina udurishga bir xil andishisi bo'lsinmi, yana ba'zi qarindoshlarningki tezroq vaksina udurishga bo'lgan ehtiyojining eshishiga ergishib, shu yolg'on vaksina udurib qolmasligininki oldini olish uchun bu uchurlarni sizlar bilan o'rtoqlashyapman. Hozir mayli Dünya Səhiyyə Təşkilatı bo'lsin va yoki xalqaro soqchi shu lar bo'lsin, bu haqda nihoyatda jiddiy tutish qilib, ba'zi ogohlantirishlarni e'lon qilyotidi. Ko'rayotganinglardagidek, shu yaqinqi bir ikki haftadan buyon shu Xitoyda va Janubiy Afrikada nurg'unlagan yolg'on vaksinalar tutilgan. Bu xalqaro soqchi ninki e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarga qaragan vaqtida bu tutilgan yolg'on vaksinalar butun yolg'on vaksinalarniki nihoyatda oz bir qismi hisoblanadigan, ya'ni nurg'unlagan yolg'on vaksinalar shu torlarda setilishi yoki bozorlarda qonunsiz yiqib yurishi mumkin ekan. Shunga ishonchlik bo'lmagan yoki bo'lmasa shu doktorxonalarda shu yerlik biz o'zimiz yashayotgan yerlik doktorxonalarda rasmiy urilmagan vaksinalarni o'zimiz xohlagancha setib ilib urishdan alohida saqlanishimiz bakka muhim. Chunki bu yerda yolg'on vaksina uchrab qolsak, yolg'iz vaksinaninki bizni qo'g'dash unimiga yetolmay qolmasdan balkim o'zimizga ba'zi ziyonlarni ilib kelishimiz mumkin. Bu haqda shu xalqarodagi cho'ng medialardami nurg'un ogohlantirishlar bo'layotidi. Amerikadagi Washington Post gazetininki xabariga asoslangan vaqtida shu Dünya Səhiyyə Təşkilatıninki bir xabarda deyishçe hozir butun dunyo miqyosida yolg'on tibbiy buyumlarninki qimmati taxminan yiliga 200 milliard dollar qimmatiga yetadigan bo'lib, bu yuqorida bizda men deb o'tgan vaksinadan boshqa, ya'ni dora, maska degandagidek shu vabodan saqlanishda ishlatiladigan nurg'un tibbiy buyumlar asosliqi shu
Osiyoni markaz qilgan holda butun Osiyo bo'libmi bak Sharqiy Osiyo, Janubiy Osiyoni markaz qilgan davlatlardan shu Afrikalargacha iqib berayotganligi o'tir qo'yilgan. Bu yolg'on mollarniki yillik qimmati taxminan 200 milliard dollarga yetadiganligi e'lon qilingan. Undan boshqa shu vabo tarqalgandan buyon ko'pinchimizning xabar olgandekidek nurg'unlagan shu yolg'on maskalar yoki shu vabodan saqlanishda ishlatadigan tibbiy buyumlar, yolg'on tibbiy buyumlar ko'plab bozorga eqib kirgan bo'lib, yaqinda shu men yashayotgan Nyu-York shahrida 1,8 million shu shaxsiy qo'g'dash buyumlari, ya'ni maskadan iborat tibbiy qo'g'dash buyumlari tutilgan. Buningki orqasida bir Zing degan bir Xitoyningki borligi ma'lum. Andan keyin Amerikaning shu yolg'on mollarga qarshi shu nimizninki xabarga qarag'an vaqtida shu yaqinqi bir necha hafta ichida Amerikada jami 11 million shu Amerikaninki donliq markasi bo'lgan 3M degan shirkat ishlab chiqargan N95 maskadan 11 million yolg'on maska tutilgan. Albatta buningki nerdan kelganligi aniq doklad qilinmagan bo'lsa-mu, lekin shu Amerikaninki ABC xabarininki dokladi qarag'an vaqtida hozir shu butun dunyoda iqib tushgan shu COVID-19 kasaliga qarshi tibbiy buyumlarninki 50%dan ortig'ininki, ya'ni yolg'on tibbiy buyumlarning 50%dan ortig'ininki Xitoydan kelganligi doklad qilingan. Shu sababdan ba'zilar bu Xitoydan tarqalgan narsaning ichida birdan-bir rost bo'lg'ini virus, qolg'ini ya'ni yolg'on deb virus rost, maska va vaksina yolg'on degandagidek gaplar tarqalmoqda. Endi men bu yerda bu xabarni qarindoshlar bilan o'rtoqlashishning asosli sabab shu vabodan saqlanish uchun o'zimizni qo'g'daymiz deb yolg'on mahsulotlarni ishlatib o'zimizni qo'g'dash emas, o'zimizga texmi ziyon akilishdan saqlanish uchun alohida diqqat qilishni tavsiya qilish maqsadida bu xabarni qarindoshlar bilan o'rtoqlashib o'tdim. Hammanglarning diqqat berganiga ko'pdan-ko'p rahmat. Alloh hammanglarni salomat qilsin. Oxirida men shu vaksina udurmoqchi bo'lgan qarindoshlarni bo'libmi bak shu tizdan vaksina emlab bu vabodan tizdan qutulay degan qarindoshlarniki alohida diqqat qilishni, yolg'on vaksinaga uchrab qolmasligini alohida umid qilaman. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Ko'rishguncha omon bo'linglar.